ketinglarchi. Mendan qochib qutulaman deysan? Yana senmi? Kachoqcha, sen topish oson bo'lmadi. Qo'rqma, senga davoyim yo'q. Yo'q, birinchi marta seni urib xursand bo'lishim. Bittagina mashin ishing hayal jo'ra, tushundingmi? Bitta urganimga bitta mashina olib beramanmi? To'g'ri, mashina apirolmaysan. Chunki qamalib ketasan. Qanday mashina apirasan? O'zi borki, men bechorani ko'ngli bo'sh. Judda ham ko'nglim bo'sh. Bitta mashinam so'raymanmi, Mayli. Bitta mashinchalik umring qadrilmasa o'zing bilasan. Hozir odamlar hayron saray. Haligi nonga atalsang kesakka jig'ilaveradi. Senga yaxshilik qiladim, jo'sh. Har doim ko'chada yo'limdan chiqqan terpilalik bunga qayerdan yuqqan onasi buni men uchun tuqqan bu mening terpilam bu mening terpilam bu mening terpilam ha bu mening terpilam Mashinda oppag'idan yo'qmikan? Obbo, telefoningam singandir endi. Olib beraymi yangi telefon? Nima deyapsan? Bu Honor X7D telefoni qanaqa chidamligini bilasanmi? Tepadan tushib ketami? Ustiga suv to'kilarmi? Changda qolib ketami? Har qanday sinovga bardosh berayotgan telefon, tushundingmi? Honorda bir marta zaryadga qo'yayotgan bo'lsang, 2 kunga mashina yetadi. Batareya quvvati 6,5 ming milliampere soatga teng. Tushundingmi? Bu qanaqa telefonmi bilasanmi o'zi? Honorni yaxshi bilaman. Buni ham o'zim olib berganman-ku. Minnatli telefon kerak emas, ushla. Buni ham hali mashinada ham oda hayda ketu. Menga qara, yana nima olib berishni xohlaysan, ha? Mashina nomerdan zakaz qilaman, shundan bitta apar.